Sil kasalligidan himoyalanish 5 muhim qoida. Profilaktik tibbiy ko'riklar. Kattalar har yili fluorografiya tekshiruvidan o'tishi, bolalarda esa muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'tib turishi kerak. Immunitetni mustahkamlash, to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik va yetarli uyqu organizmning tabiiy himoya tizimini kuchaytiradi. Shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, qo'llarni muntazam yuvish, xonalarni shamollatish va tozalikni saqlash sil mikobakteriyalarining tarqalishini oldini olishda yordam beradi. Silga qarshi emlash. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni silga qarshi vaksinasi bilan emlash bolalarni sil kasalligining og'ir shakllaridan himoyalanishda juda muhimdir. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti sil infeksiyasini tashxislash uchun interferon gamma chiqarish testi yoki tuberkulin teri testini qo'llashni tavsiya qiladi. Sog'lig'ingizni asrang va sil kasalligidan himoyalanish choralariga rioya qiling. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.